Ovqatlarni olib kela qoling. Endi zakaz bergandan keyin 1,5 sekund bo'ldi-ku. Kechimasi po'rda oldiga borib oling, hozir olib kelaman. Turish vashi bo'ladi-ku, yaxshi gapirib turaydi, keyin chevingni zo'r beradi-da. Uka, ikkita kartosh somsa yemasidan chiqmasin. Voy, sho'rva namuncha suvli. Sho'rva bo'lganiga suvli bo'ladi-ku, qurib qaqrab ketgan sho'rvani ko'rganmisiz? Yo'g'i ham ko'p ekan. Bering almashtirib kelaman. Kartoshka somsani ham berib yubor uka. Bu nima bu qatilar yog'i yo'q? O'zingiz yog'siz dedingiz-ku. Voy, tuzi ham kam ekan. Ha, mana tuz. Voy, endi sho'r bo'lib ketdi. Uka, bizga kartoshka somsa nima bo'ldi? Kartoshka somsa jemay zaharni jigir. Hozir olib kelaman akajon. Mana akajon. Uka, men mashinani balonni ham qoraytirib qo'ygan. Nima hayotda qirchim odamlar ofisant oldi shirga aylanib olaykan-e. Mayli bir bala chivini olayda, yag'i birga bo'ladi-da. Ukajon, salfetka. Mana opajon. Влажный salfetka. Mana opajon. Zubachistка. Mana opajon. Uxachistка. Yangachi yuring, siz bundan ko'ra bitta cho'miltirib chiqay. Mana rovna 167 550 so'm. Bizda chivi qani? Chivi? Sen chiviga loyiq ish qilganing yo'q. Takazartang, endi mana ekan. Uyda xotiningga ham bunchalik ish bermasan kerak. Yegani ikkita kartoshka somsa yurgan ishlarni juftimiz beradi. Endi ovqatni tuzi kam ekan-de. Sen tortishchalar vabshi gapirmayman. Senlarni o'zlaring tuzlar ekan. Tuppa tuzga ovqat aksam, tuzi kam deysan, tuzsa bersam, sho'r ekan deysan, yog'li ovqat aksam, yog'siz deysan, yog'siz aksam, yog'li yeyman deysan, o'z umringda ikkita tuxum qovurganmisan? Voy, faqat kuyib ketgan. Shu holingni restoranda ovqatdan men topyapsan. Senlar chivi bermasalar, men sizlarga beraman. Bosh ko'zimdan sadaqa. Voy, bu nima qilishimiz uchun? Bu restoranga boshqa qaytib kelmasliklaring uchun. Hamma odam bitta afsonlar odam emas, ana nemgirlar. Ukajon, uxachistga nima bo'ldi? Yana bir sen. Nima aytyapsan, Nazaka? Men senga o'ysam ham tegmayman, qora tappi. Menga bugun boy joydan sovchi kelyapti, shunga tegaman. Menchi. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring. Ukajon, Nazakat degan qizi uyi qayda suvchi bo'lib kelyapti-di? Nazakatning uyini mendan so'rayapman. To'y-ku to'y. O'zi yaxshi qizmi? Voy, qo'shaloq to'y-ku, qo'shaloq to'y. Voy, qizim baraka top, toza mehnatkasan-ey. Shuncha ishga qaytib ulgurding? Har kuni sahar turda turaman-ku, shetib ham ishga ulguraman. Shunday past qiz abitda 12 gacha uxlaydi deb eshitganman. Yo'q-e? Ha, o'lmagan. Aka ko'ylagingizniki bo'ldim. Endi borib Xolbekinamni ham ukol qilib kelay. Voy, qizim maktabda ham alochiydi-da. Ikkita ro'zg'orda ukolni ham qiladi. Ukol qiladi, faqat o'rni bez bo'lib qoladi. Kestirishga chadasangiz bo'ldi. Voy, o'lmasam. Ha, maktabda 2-sinfgacha o'qigandan keyin shuda. Kim kelin qilsa lekin baraka topadi-da. Kim kelin qilsa ham ajaldan 5 kun burun o'ldirib aytib qo'ying. Voy, kuyov bola yaqindagi Iskandar Buildings mezbon loyihasidan 100% to'lov bilan katta chegirmada uy oluvdi-ya. Sizgina kelinga deb shuncha yig'ib kelganlarimizni. Hammasi havoga uchadi, menga farqi yo'q. Aya olmalarni ham shampullab yuvib qo'ydim. Voy, qizim, toza gigiyenishli pokiza qilsan-ey. Aytsam ishamaysiz-da, tovon har doim bir qarsh kirib jira. Mana bo'ynini kiriga 10 ta kuchuk to'yib, 11-kuchuk jorilib o'ladi. Voy, o'layi. Kunda shunday kallasiga kiydirdingda turajaq tur, men bolalar bilan gaplashmayman dedi. Bironta bola bilan gaplashmading. Malades, qizim. Qishloqda gaplashmagan bolasi qolmagan. Bir kun g'uzapyan orqasi shitir-shitir qiladi. Bunday qarasam Nazaka, qishloqda eng krasavchi bolasi bilan hangama o'tiribdi. Yolg'on bo'lishi mumkin. Buni ashi boladan so'rab ko'rish kerak. O'zi kim u krasavchik? Shu men. Yaxshi bo'ldi qutulganim. Assalomu alaykum. Ana Nazakat senmisan? Ha, kengizlar. Yapting qursin, qiz bola ham shunday chaqib bo'ladimi? Passiq. Yo'q, men nima qildim? Tilla qiz niyati jiddiy bolalar gapirganda ha deb noz qilavermang. Irsiz qolib ketmang yana.